Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, kanalimiz tasvirchilari. Xudo xolasa 24 metrli fermamiz tayyorlash jarayoni. Uzunasi 50 metr bo'lgan joyga zdaniyaga 24 metr ustunsiz holatda fermalarimiz shu ko'rinishda tayyorlab o'rnatdik. Materiallarimiz har doimgidek konteyner profillardan. Firmamizning o'rtasi yerdan ko'tarilishi yukloni 3,5 metr bo'ldi. Albatta bu zdaniyani yana kattaning evaziga yukloni karoq qildik. Firmamiz qaliplari shu qalbda hammasi bir xilda qilib tayyorlab chiqaramiz razmerlarini. Bu qilingan ishimiz Jizzaxda bo'lyapti. Xizmatlarimiz aytib o'tganimdek O'zbekiston bo'ylab mavjud, hamma viloyatlarga albatta kelishilgan holatlarda. Shunaqa zdaniya tomlari 15 metr, 20 metr, 24 metrgacha bo'lgan zdaniya tomlarini ustunsiz holatlar tayyorlab o'rnatamiz. To'yxona, chorraxona, xaladeli tomlari bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 97 li 168 8118. Pastda ham qoldiramiz. Qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Podpiska bo'lib ko'rmayotgan aka-ukalarimiz obuna bo'lib qo'yasizlar. Qolgan videolarimiz sizlarga yetib borishi uchun Xudo xolasa eng yaxshilarini kanalimizga joylab boramiz, albatta sizlar uchun. Mana ko'rib turibsizlar, o'zlaringiz baho beraverasizlar ishlarimizga. Xudo xolasa bularni o'rnatayotgan jarayonda ham video qilib joylayman. Bu firmalarimiz operatsiya qilinadi, bo'lgandan keyin reykalari ham temir profillardan bo'ladi. Qolgan videolar joylab boramiz, kanalimizda kuzatib borasizlar. Nasib bo'lsa tunkalarigacha bo'lgan ish jarayonlarimizni video qilib sizlarga tavsiya qilamiz.